Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hurmang Malahat. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Men ovozim boryaptimi? Bizda muncha internet yaxshi emas. Yomg'ir yog'ib yotibdi. Bilmasam necha gradus sovuq. Abdullo, nima ko'rganim yo'q, lekin sovuqda bir nima quyosh chiqadi, bunday aldaydi-yu yana qochib ketadi. Bu yer shunaqa davlat. Ne quyosh chiqadi, bunday nima tabassum qiladi-yu yana qochib ketadi. Yomg'ir bizda yomg'ir yog'ib yotibdi. Havo sovuq. Britaniyadan to shunday Malahat. Bu yerda har doim shu nima deydi? Yomg'ir. Doim yomg'ir yog'ayapti. Juda sovuq. Sovuq juda. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? London sovuq joymi, sochdim? Yo'q, London sovuq joy desam ham bo'ladi. Unchalik sovuq emas, lekin har doim yomg'ir yog'adi. Chunki agar kartaga qarasalaringiz, Buyuk Britaniya xuddi bitta nima ostrov desak ham bo'ladi-da. Atrofi dengizlar bilan o'rab olingan bitta davlat. Namlik, juda ham nam kuchli. Har doim yomg'ir yog'adi. Sizlarda bahor bilaman. Xo'p, toza havo toza. Chunki men masalan O'zbekistonga borsam agar allergiya bo'laman, bo'g'ilaman, chida olmayman nimaga havosiga. Hammadan ham Toshkent havosi juda ham kir. Lekin nima bu yerda qaytib kelsam agar Buyuk Britaniyada allergiyalarim shunday nima bo'ladi, yo'qolib ketadi. Toza havo, shunaqa. Nimada Saudiya Arabistonga ham borganimda juda ham u yerdan quruq davlat, yomg'ir ko'p yog'maydi, qurilishlar ketyapti. Allergiya bo'laman, bo'g'ilaman, mazam bo'lmaydi. Eslaysizda bo'lsa aytgan edim. Bu yerga darrov qaytib kelaman Buyuk Britaniyaga. Chunki bu yerda kelsam agar shu havo nima deydi? Toza, daraxtlar juda ham ko'p. Bu yerga daraxtlarni kesishmaydi. Hayvonlarni o'ldirishmaydi. Har doim yomg'ir. Hamma joyda shu yashillikda. Qayerga qaramasalaringiz daraxt shunaqa kislorod ishlab chiqaradi, daraxtni bilasizlar. Salqin. Lekin namlik ham juda ko'p namlik ham bo'lmaydi. Odamni mazasini qochiradi. Revmatizm olib kelishi mumkin, har xil kasalliklar olib kelishi mumkin. Lekin allergiya tomonidan, boshqa tomonlardan bu yerda havo juda ham toza. Alaykum salom. Yo, musofirlik qiyin emas, nima uchun? Endi qiyinlik joyi ham bor. Endi masalan, yaqinlaringiz yonlaringizda emas, sog'inasizlar ota-onalaringizni, boshqa tomonlama ham yurtlarimizni sog'inamiz albatta. O'zimizni madaniyatni, masalan, yoshliklarimizni sog'inamiz. Endi hayot shunaqada, hayot kimnidir taqdiri qayerda, kimnidir nasibasi qayerda. Alloh shunday qilib yaratib qo'yibdi. Agar nasibam, meni taqdirim shu yerda bo'lmaganda, men viza olib kela olmasdim, to'g'rimi? Viza oldimda keldim. Shuning uchun taqdirim, nimam, rizqim shu yerda ekan meni. Hayotim shunday bo'lish kerak ekan deb yozilgan taqdirdan hech kim qochib qutula olmaydi, hech qachon. Men desangiz ham, u desangiz ham baribir qaytib o'zingizga keladi. Yozilgan narsa. Shuning uchun har kimni taqdiri, rizqi har joyda yozilgan. Shunaqa. Xo'p, kuni bitta nima o'rtoqlarim bor. Samarqandda nima qilib turamiz? Gaplashib turamiz, video qildik. Nimada chiqishdi, gruppada gaplashyapti. Nimadir dedi-da, ikkalasi bittasi nima deydi? Rahmat, Rayxonmisiz? Uzr. Nima
bizda bir o'zimizni nimamizda, madaniyatimizda qiziq nimalar borda. Masalan, bir-biri bilan gaplashib nima qilib urushib qoladimi yo hazillashadimi aytadi-yu. Masalan, tojiklarda biz chashmatbanyokada kart deydi-da. Nima o'zbeklarda ko'zingga qarab yur deydi-da. Men ba'zida shu narsalarni ular ikkalasi aytayapti-da, bir-biriga ko'zingga qarab yur deyapti-da. Men deymanki, odam ko'ziga qanday qarab yuradi? Masalan, представьте qilingizlar, ko'zlaringizga qarab yuribsizlar, bunday qilib. Ko'zingizga qarab yura olasizmi? Yoki bo'lmasa yana bittasi bor, og'zingga qarab gapir deydi-yu, danat banyokada gapzan. Ba'zida endi o'rtoqlar, oilada bo'ladi-yu, nimadir hazillashsangiz, akaizmi, opangizmi kimdir aytadiki sizga, "Dahnat banyokada gapzan, og'zingga qarab gapir." Qanday qilib og'zimizga qarab gapiramiz? O'zingiz bir fikr qiling. Nima qilib gapilasizmi? Og'zim yaxshimisidan bunaqa gaplarni gapirma og'zim deysizmi? Bunaqa hazillashma og'zim deysizmi? Nima deysiz? Danamka чихeng gapzanam, danamba чихeng kanyoka gapzanam. Mana og'zimga qanday labimni ko'ryapman, men gaplashyapman. Men hayron qolaman-da shu narsalarga. Masalan, shu endi inglizlarda ham bor, masalan, watch your mouth deydi. Masalan, watch your mouth. Bu ham tarjimasi bir qiziqda. Rayhon rahmat. Shunga ba'zida men bir shu narsalarni eslasam agar chashmatban yo'q, ko'zingga qarab yur, og'zingga qarab gapir, unaqa bunaqa, shunga nima kulgim keladi ba'zida. Elif, labbay Gulxonim deb yozibdi. Eshitaman. Alaykum salom. O'zbek tilini rosa men o'zbek tilini o'rganishim, endi maktabda o'zbek tilida o'qiganman. Men o'zim tojikman. Fors tilida gaplashaman, tojik tilida gaplashamiz. Endi o'zbek tilida o'qiganman maktabda albatta. Ruschada o'qiganmiz. Keyin ruslar bilan ishlaganman nimada, meditsinada. Har xil joylarda har xil vaziyatlar bo'ladi-yu. Endi lekin bu yerga qaytib bu yerga kelganimda, o'qishga kelganimda, keyin turmushga chiqdim, faqat ingliz tili bo'lib qolgandi-da hayotim. Faqat ingliz tilida gaplashgan edim. Hamma joyda endi umr yo'ldoshim bilan ingliz tilida gaplashardim, o'rtoqlarim, qo'shnilarim bilan. O'zbek tilini kamgina unutib qo'ygandim. Ko'p ham desam ham bo'ladi. Keyin shu asosda endi o'rgandim. O'rganish kerak. Tillarni yaxshi ko'raman men. U nima qilmayman. Til o'rganishni juda ham yaxshi ko'raman. Kerak bo'ladi. Hammadan ham ingliz tilini, rus tilini o'qiganman. Turkiyaga borsam turkcha gapirib nima qilib ketaman. Turk o'rtoqlarim bor. Erondan o'rtoqlarim bor. Italiyadan bor. Nimadan? Ispaniyadan bor. Kamgina. Lekin baribir ingliz tili birinchi o'rinda turadi menga, chunki Buyuk Britaniyada yashab kelyapman. Har doim, har kuni shu kunlik tilimiz ingliz tili bo'lib qolgan. Shunaqa. Nozima. Sizlarni nimalaringizni o'qiyapman hozir. O'jon Nozim shu naskashlarimiz juda nazdim bina havas muknam. Sharifova Dilara rahmat. Xo'p, Rayhona deb yozibdi. Koreyadaman. Koreyani ham havosi nam. Koreyani ham havosi nam. Chunki u yerdan ham bir ikkita koreys nimalarimiz bor. Investorlarimiz bor. Ba'zida ular bilan gaplashib turamiz. Yo nimada men nimaga a'zoman-ku, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar bo'yicha nimasiga a'zoman. Shunga nima o'rtoqlarim juda ham ko'p Koreya haqida ham gaplashib turamiz. U yerda nima voqea bo'ladi. Meni Nafisa tahajjudda duo qiling. Xo'p. Sayyora, umr yo'ldoshingizni qiziq taraflarini aytib beraman degan edingiz. O'tgan nimada aytib bergandimmi qiziq taraflarini, to'g'rimi? Nima videomda o'tgan hafta edimi? Qiziq taraflari insonni juda ham ko'p edi. Ana shu qiziq taraflari meni juda ham tortardi-da. Boshqalarda yo'q narsa meni tortadi. Masalan, siz men bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, agar sizda boshqalarda yo'q narsalarni topsam agar, men
nima deydi, siz bilan o'rtoqlashim oson bo'ladi, ya'ni qiziqarli-da. man ko'p narsa qiziqaman, shunaqa nima bor. Endi mumkin ko'p o'qiganligim uchun ko'p o'qiyman-da, shu miya faqat o'qish bilan ovoraman. Faqat o'qiyman, ba'zida o'zimga o'zim deymanki, shu ko'zlarim xiralashib ketmasin o'qishdan deyman. Qiziqishim juda ham kuchli, shuning uchun qiziqarli odamlar bilan nima tortishadi. Mana shu umr yo'ldoshim, marhum umr yo'ldoshim juda ham qiziqarli inson edi. Qiziq nima voqealar bo'lardi-da bizning turmushimizga. Shuning uchun nima deydi, endi har bitta turmushda baribir nima bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi. Har bitta turmushda ayol kishi baribir nima o'zini past emas-u, ya'ni erkakni oldiga salgina vazbin bo'lishi kerak. Chunki erkaklar shunaqa yaralgan biz. Men endi ayollarman, ayol kishiman, nima deb, endi ba'zi ayollar butun ham chegaradan o'tib ketishadi. Men buni bilaman, men eshitganman. Sofika, Samarqand, assalomu alaykum. Samarqand Qaybanbek. Nametonam, Nurotaga assalomu alaykum. Askaga assalomu alaykum. Hammalaringizga assalomu alaykum. Ba'zida endi nima, endi men umr yo'ldoshim yosh yigit emas edilar. U kishi nima edi? Professor, doktor, siyosatchi, musulmonlar lideri Britaniyada. U kishini oldilariga qancha odamlar, qancha prezidentlar bilan uchrashgan u insonda. U inson bilan ham masalan muomala qilishni bilish kerak. Unaqa insonlar bilan nima, u inson bilan yashashni bilish kerak. U inson bilan qayergadir borasiz, uchrashuvlarga, ularni bilish kerak. Umuman bunaqa insonlarga turmushga chiqqanda masalan shunaqa endi baribir hammani taqdirini bilmaysiz. Mumkin bir kun siz ham shunaqa mashhur bir yetuk insonga turmushga chiqsangiz, shunaqa taniqli, u bilan yashashni, nima qilishni etikasi bor, o'zini protokoli bor. Kim bilan o'rtoqlashasiz, kim bilan bordi keldi qilasiz, bularni hammasi nazoratga olinadi. Bu narsa shunchaki turmushga chiqdim, bo'ldim emas. Turmushni ham o'ziga yarasha turmush qurganlar biladi. Past balandlari bo'ladi. Lekin meni ko'p nimalar shu, meni bilgan lider ayollar, qo'shnilarimiz aytadiki, sen bizdan kuchli ekansan, shunaqa insonni uddalab turmush qurib, shunday yaxshi ko'rib yashaganing uchun derdi-da. Endi baribir qo'shnilar bilishadi-yu, qo'shni bilan bordi kelib qilamiz siyosatda ichida. Shunaqa nima deydi, oson emas. Lekin mumkin 80% zo'r turmush bo'ladi, baribir 20% turmushda past balandlari bo'lib turadi. Ikir-chikirlari deymiz-ku. Xo'p, duo qilaman. Men u kuni sizlarga aytdim, nima tahajjudda duo qilaman dedim, qildim. 2 kun podryad qildim, 2 kun podryad qildim. Alhamdulillah. Yaqindan Ramazon boshlanadi. Ramazonda ham Xudo xohlasa nasib bo'lsa sizlarni duo qilaman. Diplomatik gapirish bu keyingi darsda men sizlarga, keyingi darsda deyapman, dars bo'lyapti bu. Keyingi nimada jonli efirda aytib o'taman. Diplomatik gapirish bu juda ham muhim hisoblanadi. Diplomatik ham misol bitta aytishim mumkin. Masalan, qayergadir to'yga borsangiz, to'y yomon bo'ldi, mana endi yoqmasa sizga chiqib, to'y yomon bo'ldi ekan, bunday demaysizda. Nima, to'y nima, men stilimdagi to'y emas deysizlar, bo'ldi shu. Ya'ni menga yoqmadi emas, bunaqa xunuk bo'ldi, munosib emas yoki to'y yomon emas, lekin masalan aytishadi, nima, yaxshi tomonlari juda ham ko'p edi, unday deydi, lekin not my cup of tea deydi inglizlar. Not my cup of tea degani mening choyim nima, ya'ni tarjima qilishim qiyin bo'lyapti. Not my cup of tea deydi. Ba'zi erkaklar bilan uchrashuvga chiqsa, bu yerda ayollar yoqmasaga not my cup of tea deydi. Nima,
ya'ni o'sha chashkadagi choy meniki emas, meni nimam emas deydi-da, mening vkusimdagi emas degandekda. Shunaqa. Xo'p. Now, men sizlarni endi bilasizlarmi, bitta narsa bor, men ko'p nima joyda ko'p narsalarni endi ko'p kitob o'qiganimda, masalan, tahajjudda nima bo'lyapti, nima qo'yapti, chiqib aytmaysizlar. Mana har bittalaringiz tahajjud o'qiysizlar-ku. Tahajjudni o'qiganlaringizda unda nima bo'lyapti, nima voqealar bo'lyapti, undan keyin chiqib masalan hammaga aytmaysizlar. Yoki nimani so'rayapsizlar tahajjudda? Chunki siz aloqa qilyapsiz kim bilan? Sizni yaratgan bilan. Sizga hamma narsani beruvchi bilan aloqa qilyapsiz. O'rtalaringizdagi sirni chiqib odamlarga aytmaysizlar. Sizni hayotingizda nima bo'lyapti? Lekin tahajjud zo'r. Masalan, men sizlarga endi aytib o'tib ketyapman, nima tahajjudda qanday. Lekin men masalan sirlarimni aytmayman-ku. Mana tahajjuddan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi. Masalan, sizlarga misol tariqasida tahajjudni aytib o'tib ketaman. Dardlaringiz bormi, mushkullaringiz bormi, qiynalyapsizlarmi, turmushlaringizmi, hammasini aytib o'tib ketaman. Mana shu narsalarni nima qanaqa muammongiz bo'lsa shu tahajjudda so'rash kerak. Lekin men sizlarga maslahat beraman, mana aytmaysizlar. Tahajjudda nima bo'lyapti, qanday voqea bo'ldi tahajjuddan keyin, nima o'zgarishlar bo'lyapti, chiqib ommaga aytmaysizlar. Buni sir saqlaysizlar. Chunki o'shandan keyin masalan ba'zilarda bo'lgan ekan, tahajjud o'qigani chiqib ommaga aytgan. Menga mana bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Tahajjuddan keyin bunday bo'ldi deb maqtanadi endi. Endi o'shanda ko'z tekadi. Keyin siz o'rtangizdagi sizni yaratgan bilan o'rtalaringizdagi sirni oshkor qilyapsizlar. Ya'ni sir oshkor bo'lyapti bu yerda. Va natijada ba'zilar keyin tahajjudga turardim, tura olmayapman deydi-ku. Mana shu narsa hosil bo'ladi. Ko'z tegadi. Ko'z bor, shayton bor. Sizlarning o'rtalaringizdagi ba'zi shunaqa qalbimizda, bilasizlarmi? Qalbimizning ichida shunaqa bizlarning tuyg'ularimiz, fikrlarimiz bor. Ayta olmaymiz. Buni bilasizlarmi? Farishtalar ham bilmaykan. Faqatgina sizni yaratgan bilaykan. O'sha qalbimizni ichidagi qandaydir bir orzularimizmi, qandaydir bir nimalarimiz borda, o'sha narsani faqatgina yaratuvchi bilaykan, shayton ham bilmaysikan. Uni nima ham farishtalar ham bilmaykan. Shuning uchun mana shu narsalarni ba'zida nima qalblaringizni ichida olib yurganlari shunday yaratgan tomonidan bajo bo'ladi, keyin shokka tushasizlar masalan. O'sha narsani chiqib aytmaslik kerak. Ommaga hech kimga aytmaslik kerak, chunki ko'z tegadi. Bu narsa sir. Bu narsani siz bilasiz, sizni yaratgan biladi. Aytyapman-ku, farishtalar bilmaykanlar. O'sha qalbimizni chuqur qayerdadir, nimadir turganini bilmaykanlar. Xo'p. Endi kelinglar bugun nima haqida gaplashaylik? Bir juda muhim mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni chegara qo'yish. Ingliz tilida boundaries deyiladi. Boundaries, chegara qo'yish. Ko'p odamlar masalan chegarani sovuq deb o'ylaydi. Sovuq. Aslida chegara bu o'zingizni himoya qilish va hurmat saqlashdir. O'zi chegara nima? Mana bu inglizlarda juda ham bu kuchli boundaries. Nafaqat inglizlarda, umuman olib qaraganda ko'p o'zini sevgan, o'zini hurmat qilgan inson chegara qo'yib qo'ygan. Chegara bu devor emas. Bu bizning hayotimizda, qalbimizga kirish darvozasi, eshigi desam bo'ladi. Kim kiradi, kim kira olmaydi? Buni siz tanlaysiz. Faqatgina siz. Chunki hammaga bu darvozani ochaversangiz, kirib sizni parcha qilib chiqib ketishadi. O'sha nima deydi? Parchalaringizni terish uchun sizga yillarcha vaqt kerak bo'ladi. Chegara
sizni parcha qilmasliklaringiz uchun, sizni hurmatsizlik qilmasliklaringiz uchun bo'lgan bu darvoza. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishi eng katta misol. Payg'ambarimiz eng mehribon inson edilar, lekin chegarasiz emas edilar. U zot hech kimni haqorat qilmaganlar, lekin hurmatsizlikka ham yo'l qo'ymaganlar. Oila, ibodat va jamiyat orasida muvozanat saqlaganlar. Tarozi, ya'ni balans deyiladi. Bu bizga shuni o'rgatadi, mehr bor joyda ham chegarani bilish kerak. Chegara bu juda ham muhim. Masalan, ba'zida mana men bilan gaplashadi. Masalan, men kulib gaplashaman, to'g'ri? Kulib gaplashaman, mehr ko'rsataman, yoki bo'lmasa hurmatingizni joyiga qo'yaman, lekin bu degani emas, siz menga xohlagan ishingizni men bilan qilasiz, xohlagan gapingizni menga aytasiz, yo hurmatsizlik qilish, unday bunday qilish degani emas. Meni ham o'zimning kuchli chegaram bor. Ko'plar meni ko'rsa agar savol beradi-da, men javob bermayman. Shaxsiy savollarga javob bermayman. Masalan, shu nimada ham, jonli efirda ham ko'plar, ba'zilar savol beradi, men o'tkazaman, javob bermayman. Nima uchun? Agar men hozir o'sha savolga javob bersam, men o'zimdan ana shu chegaramni buzgan bo'laman. Chunki u odam eshitadi-da, hamma gap tarqatadi. Va o'sha chegarani men o'zim buzib unga aytganim uchun, savolga javob berganim uchun bu tarqalib ketadi. Sirlar. Ya'ni endi o'sha savolga javob bersam. Agar men savolga javob bermasam, mana ko'p joylarda, uchrashuvlarda bo'laman. Bizlar har xil yaralganda, bizlarni Alloh har xil yaratgan. Bizlar bor, boya aytganimizdek, diplomatik gapirishni bilmaymiz. Ba'zilar bor, fahm, farosat yo'q, har xil savollar berishadi. Men unaqa savolga qarayman, odamga qarayman. Qanaqa odam u? Qanaqa savol beryapti? Unga javob berish kerakmi? Men javob bermayman-da, ki ular meni deb o'ylashadiki, dimog'i baland yoki o'zini katta tutadi, bunday deb o'ylashadi. Menga farqi yo'q bu narsani. Qanday o'ylashadi u odamlar? Lekin men o'zimni chegaramni qo'yib qo'yganman. Ba'zida men intervyu beraman, jurnalistlar o'sha chegaramni buzishga harakat qilishadi, lekin meni darvozam yopiq, quflab qo'yganman, svarkalab tashlaganman. Faqat u darvozani men ochaman, ular kira oladi yoki yo'q. Lekin ba'zida men aytaman, yo'q, savolni mana bunday berish kerak, noto'g'ri savol beryapsan. Ya'ni jurnalistlarning shunaqa odati bor. Yolg'onchilik odatlari ham bor ularni. Ular nima qilib savol berib, har xil nimalar qilishi mumkin-da. Ya'ni qiziqarli qilish uchun fitna chiqarishi mumkin. Menga bu yoqmaydi. Men javob bermayman. Shuning uchun chegara bu muhim. Nega odamlar chegara qo'ya olmaydi? Odamlar xafa bo'lishadi yoki odamlar xafa bo'lishdan qo'rqamiz. Yaxshi odam bo'lib ko'rinishni xohlaymiz. Yo'q deyishni bilmaymiz. Lekin haqiqat shunday. Ya'ni chegarasiz yaxshilik deb eshitganmisizlar? Chegarasiz yaxshilik. Ya'ni siz deb o'ylaysizki, men yaxshilik qilyapman deysizda, keyin bu narsalar sizni charchashga olib keladi. Charchab qolasiz. Aytasizlar, masalan, ba'zilar aytadiki, men kimgadir yaxshilik qildim, meni yaxshiligimni bilmadi, nima qilmadi. Xo'p, siz bitta fikr qiling. Siz yaxshilik qilgansiz. Sizni yaratgan egam bilgan yaxshilik qilishingizni, shuning uchun sizni qalbingizga yuborgan, o'sha insonni yuborgan, sizni sinash uchun. Lekin siz yaxshilik qildingiz, Alloh uchun qilyapsiz. Lekin siz bilmaysiz, mumkin u odam unutib ketdi yo men masalan unutmayman. Bir kun kelib qaytaraman o'sha insonning yaxshiligini. Menda endi odamiylik bor, fahm farosat degan narsa bor, madaniy qashshoqlik degan narsa bor, ilmsizlik bor. Shuning uchun siz hammani o'zingizday deb o'ylamang. Birinchidan o'zingiz uni
meni yaxshiligimni unutdi deb deganingiz o'zingiz bu ma'naviy qashshiqqa olib kelishi, ya'ni ilmsizlikka olib keladi. Umuman esdan chiqarish kerak. Yaxshilik qildingizmi, esingizdan chiqaring. Chunki u bo'lmasa yaxshilikka o'tmaydi. Yaxshilikka o'tmaydi. Esingizdan chiqmasin. Inson har xil yaralgan. Bizni Alloh har xil yaratgan. Agar hammamizni nima deydi? Nimasiz, aybsiz yo hammamizni ilmli qilib yaratganda, hozir dunyoda bunchalik urushi, mana bunaqani bir-birini go'shtnish, o'ldirish, mana shunaqa narsalar, janglar bo'lmasdi. Shuning uchun biz har xil yaralganmiz, chunki bu yer sinov. Biz sinovda yuribmiz. Chegara qo'yish, ya'ni bu juda muhim hayotimizda chegara qo'yish. Hammadan ham ayollarga taalluqli bu, chunki ko'p ayollar chegara qo'yishni bilishmaydi, sirlarini chiqib aytishadi boshqalarga. Chegara qo'yish bu hurmat qilmagan odamdan masofa olish. Har kimga dardingizni aytmaslik. O'zingizni aybdor his qilmasdan yo'q deyishni bilish. Yo'q deyishni bilish. Yo'q deyishni ham bilingizlar. Ya'ni har doim ha deyaversalaringiz, qadrlaringiz qolmaydi. Sizni yana kelib mana shunaqa o'rtada siz keyin faqat noliysiz. Men bunday qildim, bunday qildim, men bunday qildim, bunday qildim deysiz. Xo'p. Endi qarangizlar. Chegara mana Britaniyaliklarda, endi men Britaniyada ko'p yurganim uchun, keyin nemislarda ham chegara juda ham kuchli hisoblanadi. Ya'ni ularni ko'plar masalan aytishi mumkin, sovuq inson. To'g'ri, sovuq inson, lekin ular shunaqa maktabda o'rgatishgan ularni. Chegara qo'yish. Ular masalan men seni sevaman deb ochiqchasiga aytmaydi. Chunki ular bilishadi, agar ochiqchasiga men seni sevaman, men sen uchun hayotimni berishga tayyorman desa, odam psixologiyasi shunaqa. U inson biladi, bu inson uchun hamma narsaga tayyor. Ana shunda keyin hurmatsizlik nima oshadi, yo deydiki, ha u men uchun meni sevadi, menga ko'nikadi, men nima desam shuni qiladi deb odamni mana shu miyasiga har xil negativ nimalar keladi-yu, keyin hurmatsizlik uyg'onadi ana shu yerda. Va natijada bu odamlar stress bo'ladi, keyin bu o'rtoqlik yoki mana bu nima turmushimiz buzilib ketadi. Mana shu natijada. Ana shuning uchun bu bolalarga mana shu britaniyalik inglizlar nimalarga kichkinaligidan o'rgatishadi. Ya'ni chegarangni bil. Chegara. Ya'ni o'zimizni hurmat qilishimiz. Men seni sog'indim deb aytishmaydi-yu bu yerda. Seni ko'rganimdan juda ham xursand bo'ldim. Seni ko'rib juda ham xursand bo'ldim deydi. Masalan, yozib turdi menga deydi. Ochiqchasiga meni sog'indim, seni sog'indim demaydi. Bizlarda ham bor. Masalan, o'zimizni o'zbekistonliklarda ham nimada bor. Ya'ni ruslar vaqtida shunaqa bo'lib kelgan. Yo, mumkin ba'zi odamlar shunaqa bo'ladi. Ya'ni hayot zarbalaridan shunaqa insonlarga aylanib qolishadi. Ya'ni chegarani juda ham kuchli qo'yishadi. Chunki ko'p insonlar zarba berib, ularni ishlatib, ustidan izdivatsiya qilib, yo qiyinchiliklarga uchragan insonlar chegarani juda ham mustahkam qo'yishadi. Endi chegara bu yana bir bor aytaman, chegara sovuqlik emas. Chegara o'z qadrini bilishdir. Inson o'z qadrini bilsa, o'sha chegarani juda ham mustahkam qo'yadi. Hurmat yo'q joyda masofa qo'yish. Ya'ni ochiqchasiga o'zimizni sevish. O'zimizni sevishimiz kerak. Qachonki ana shu o'zimizni sevish, ana shu o'zimizni himoya qilishdir. Hammaga ham borib chiqib sirlaringizni aytmaysizlar. Sirlarni aytmaslik kerak. Chunki hurmatingiz yo'qoladi. Chegara mana shu darvoza. Masalan, ba'zilar bor, nima deydi? Endi hurmat qilib, unga telefoningizni berasizmi? Hurmat qilib, unga bir hurmat ko'rsatasizmi? Ba'zilar bu narsani tushunmaydi. Buni endi ya'ni chegarangizni buzib kirishga harakat qilishadi. Ana shu vaqtda chegarani
mustahkam qo'yinglar. Chegara bu juda ham muhim. Boya aytganimdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularda ham chegara bo'lgan. Ular chegaralarini bilgan. Biz musulmonlarda chegaramizni bilishimiz kerak. Nafs bor bizda. Endi chegaramiz borligi uchun bizlar shunaqa kundan kun oshib ketyapmiz musulmonlar. Chegaramiz bor. Chegaramiz mustahkam bizni. Hamma narsani qilib ketavermaymiz mana bularga o'xshab. Nima deydi? Endi ko'p narsalar hozir nima bo'lyapti-yu endi. Nima deydi? Har xil bizni nimamizga, madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan ishlar ko'payib ketyapti-yu. Bu ana shu bizni chegaramiz borki, mana shu biz mustahkamiz. Chegaramiz bor. Bizlarga shunaqa o'rgatishgan. Lekin insonni o'zini ham chegarasi bo'lishi kerak. Shu qachon chegarangiz bo'lsa, shunda siz yutasiz. Bu degani emas, siz sovuqsiz yoki bo'lmasa hurmatsizlik qilyapsiz emas. Siz o'zingizni saqlayapsiz o'sha ba'zi insonlardan. Siz ertaga hamma narsani ochib qo'ysangiz, ertaga siz sinib qolishingiz mumkin. Chunki u insonlarga farqi yo'q. Ular keladi, nima sindirib qalblaringizni parcha-parcha qilib ketishlari mumkin. Endi sizlarga savol. Siz hayotingizda qayerda chegara qo'yishga qiynalasiz? Savolimni eshitdilaringizmi? Siz hayotingizda qayerda chegara qo'yishga qiynalasiz? Mana shu kommentariyada yozib qoldiringizlar. Qani, menga ham qiziqarli. Hayotingizda qayerda chegara qo'yishga qiynalasiz? Menga juda ham qiziqarli. Endi hozir men sizlarni bitta nimalaringizni hamma meni eshitdi. Britaniyada kelinglar, qaynonalarga ham yo'q. Ha, Britaniyada qaynonalarning haqida aytyapti. Britaniyada bilasizlarmi, qaynonalar Britaniyada ishi yo'q nimasi bilan, kelini bilan. Chunki u o'g'li tanlaydi kimga turmushga chiqishni, onasi ko'radi, yoqadimi, yaxshi qizmi, bo'ldi. U hayotiga kirmaydi uni. Kim, qanaqa kelin, unaqa kelsa, kelin kelsa agar qaynonasiga u ham bu yerdan anaqa nima deydi, hamma narsani oldindan telefon qilib uyushtirib kelishadi farzandlarim. Ona, siz uydamisiz yo yakshanba kuni men boraman? Onasi aytsa, yo'q, men bandman, o'rtoqlarim bilan ketaman desa, bo'ldi. Demak, kelmaydi. O'rtoqlaringiz bilan uchrashmoqchi bo'lsangiz, hamma narsani uyushtirasizlar. Darrov eshigini tepib, taq ochib kirib keta olmaysizlar bu yerda. Bizda shunisi yaxshi, masalan, endi bu ham bir tartibga kiradi. Tartib. Masalan, men endi O'zbekistonga borsam agar, menda ham ba'zida qarindoshlarim kirib kelishadi, men uyda bo'lmayman yoki bo'lmasa men majlisda bo'laman yoki qayergadir ketgan bo'laman. Shuning uchun oyim aytadilarki, ular telefon qilishsa, telefon qilib kelingizlar deydilar oyim. Chunki ba'zida men uyda bo'lmayman, ba'zida men uyda bo'lmayman. Shuning uchun telefon qilib kelishsa yaxshida, agar eshikni shuni ham kirib ketsa, u biz yo'q bo'lsak. Shuning uchun aytishadi-ku, birovning uyiga kirmasdan oldin 3 marotaba taqillatish kerak. Agar eshigini ochmasa, qaytib ketingizlar. Ana shu. Eshigini ochmasa yoki chiqib uzr, men sizga nima qila olmayman, siz bilan gaplasha olmayman desa, xafa bo'lmaysizlar. Ketingizlar. Boshqa kuni keling desa, ketingizlar. Chunki bilmaysiz, uni uyida janjal bo'layotgandir. Mumkin uni uyida qanaydir bir noxushlik bo'ldi, kimdir kasaldir, kimdir mazasi yo'q, o'zini mazasi yo'qdir. Shuning uchun inson ba'zida ana shu chegara, mana shu yerda ham yana chegara. Chegarasini qo'yib, hurmat qilib, boshqa kun kelasizmi desa, xafa bo'lmaysizlar. Boshqa kun boringizlar. Shunaqa. Xo'p, Britaniya yaxshi. Britaniya zo'r, kelinlar alohida yashashadi. Okay, ko'nglida borini aytasiz, lekin kimgadir yoqmaydi. Sizni umuman boshqacha tushunadi. Shuning uchun aytmaslik kerak, bozorva. Ko'nglingizdagilarni aytmaslik kerak. Agar siz ko'nglingizdagilarni aytsangiz, u albatta eshitadi, keyin borib, qani garantiya bormi? Borib boshqaga aytadi.
mana bunday eshitdim, mana bundaymi deydi. U boradi-yu, keyin uni o'rtog'iga aytadi. Ana shuni ustiga yana 100 ta qo'shib aytadi. Natijada bilasizlarmi nima bo'lib ketadi? Gap so'z ko'payib ketadi. Bitta endi meni ham hayotimda shunaqa, men hech kimga hech narsa demayman. Masalan, shaxsiy hayotim haqida gapirmayman hech kimga. Hech qachon. Chunki bilaman, agar kimdirga kim nimadir aytsam, bo'ldi, ketdi. Nima, men aytgan narsani bilasizlarmi? Dunyoni chekkasidan boshqacha qilib eshitasizlar. Shuning uchun aytmaslik kerak. Xo'p, men eng katta zaif nuqtam yo'q deyishni juda kech o'rgandim. Chiqar hayot, biznikilar hayotiga kirib pachag'ini chiqarib yuboradi hayotni. Shunga aytmaslik kerak-da. Britaniyada qalin pul bormi? Xo'p, Britaniyada qalin puli bormi? Masalan, Britaniyada agar britaniyaliklarning o'zida unaqa narsa yo'q, lekin avvalgi madaniyatini olsak, avvalda masalan, kim mana inglizlar qizni so'rab kelgan-ku, ular oilari so'rashgan. Qanaqa nimang bor? Qayerda ishlaysan? Uying bormi? Nima ish qilasan? Ota-onang kim deb so'rashgan. Avval shunaqa edi Buyuk Britaniyada. Inglizlar o'zi, yana u inglizlar bor, avvalgi shu inglizlar. Ana shular nimada hali ham kinolarini agar tomosha qilsalaringiz so'rashadi. Ya'ni eski kinolar. Hozir bunaqa narsa yo'q, lekin e'tibor ham berishadi bu narsaga. Chunki xohlamaydi ertaga uni qizi qiynalib qolishini. Chunki shunaqa pulsiz nimaga erga tegsa, agar u o'zi qiz yaxshi oilada, to'q oilada nima bo'lgan bo'lsa, katta bo'lgan bo'lsa, qiynalib qolishni xohlamaydi ota-onalar. Ana shunaqa nimalar bor. Qalin puli, lekin men unaqa qalin puli eshitmaganman bu yerda. Chunki bilaman, er-xotin agar qiz bilan o'g'il turmush qurmoqchi bo'lsa, o'zi nimaga uyoladi, kelishib ikkalasi kelishib shu uyni nimasini to'lashadi. Ya'ni shu gazlar, svetlarni, bozorlikni kelishib qilishadi. 2 yosh oila qurayotganda. Bu yerda qaynona bilan yashash yo'q. U qaynona ham xohlamaydi kelinni yashashini. U qaynona o'zi eri bilan yashashni xohlaydi. Bu yerda unaqa qaynona bilan yashash yo'q. Unaqa narsa yo'q. Qo'shilmaydi ham, umuman nima qilmaydi ham qaynonalar bu yerda. Bu yerda qaynonalar bilasizlarmi? U krutoy bu yerdagi qaynonalar. Mazza qilib o'rtoqlari bilan yuradi, yo eri bilan chiqib aylanib keladi, dam olib keladi. Umuman hech kimning hayotiga aralashmaydi. Agar qaynonalar u eri bo'lmasa, agar o'zini nimalari bor, yaxshi ko'rgan sevgililari bor, sevgililari bilan yuradi. Uni ishi yo'q. Burunni kelinni hayotiga nima qilmaydi. Bunday qilyaptimi kelinim, o'g'lim bunday. Bunaqa narsalarga umuman aralashmaydi bu yerdagi nimalar, endi qariganlar. Umuman yoshi kattalar unaqa narsaga burunni tiqmaydi. В общем, qalin puli yo'q bu yerda. Unaqa narsa. Xo'p, Britaniyada hamma Britaniyaga kelin bo'laman deydi. Sirlaringizni aytmaysizlar, u sirni Alloh biladi faqat. Yo'q deyishni o'rganingizlar. O'zlaringizni agar yo'q deysizlar, masalan, yo'q bunaqa emas. Mana kechadan oldingi kun konferensiya bo'ldi. Konferensiyaga menga mashallah ko'z tegmasin. Konferensiyaga savol beryapti menga. Dediki, seni shunaqa xaraktering bor dedi. Endi biz shu
Birlashgan Millatlar Tashkiloti nimasida a'zolari bilan uchrashamiz, yangi yillari bilan konferensiyalar bo'ladi, boramiz. Shunga men boraman, ko'rib chiqaman, yaxshimisizlar deb bunday tabassum qilib nima qilib. Shuni aytayaptiki, ular menga shunaqa xaraktering bor ekan, nima hamma bilan chiqishib ketib energiyang yaxshi ekan deb menga endi kompliment qilishdi. Keyin undan keyin yana savol kelyapti. Nima qiyinlik tomoni. Men dedimki, mumkin men hurmatlaringizni joyiga qo'yib nima ko'rishdim, nima qildim. Bu hurmat yuzasidan shunaqaman, lekin masalan nimanidir kelish kerak bo'lsa, biznesmi u nimagadir umuman hamkorlikmi, nimadir bo'lmasin, menday nimasi yo'q, qiyini yo'q. Chunki men u narsani birdaniga ha bo'ldi kelishdik, men roziman deya olmayman hech qachon. Hech narsa. Unga men lekin qattiq turaman. Ko'plar meni qiyin inson deb aytishadi. Qaysi tomonlama ana shu biznes, boshqa narsaga nima qilish, kirib ketish, nima qayergadir qatnashish, nimagadir nima hamkorlik qilish, bu narsaga mendan qiyin inson yo'q. Chunki men xohlamayman hamma narsaga kirishib ketib, keyin ertaga nimadir bo'ladimi, Xudo ko'rsatmasin, yomon tomonga ketib qoladimi, bankrot bo'ladimi, yo nima sherikchilik, bilasizlar-ku, qanaqa suv bilan yog' qo'shilmaydi. Shunga ba'zilar meni juda qiyin inson deb o'ylashadi. Qiyin insonman chunki men xohlamayman hamma joyda investitsiya kirgizishimni, pulimni investitsiya qilishimni, bilmaydigan joylarda. Ertaga o'zim bankrot bo'lamanmi, nima bo'lamanmi? Shuning uchun o'rganaman. 100 xil miyamga xayollar keladi, 100 xil fikrlar keladi, 100 ta joyni kirib izlanaman, keyin istixora qilaman. Istixora namozidan keyin bilinadi. Bo'ladimi, yo'qmi? Shunaqa. Xo'p, sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Dina Hamirkadas. Shunaqa nima bor edimi? Qo'shiq tojiklar. Dina Hamirkadas deb. Insonni qaysi xislatini ko'proq qadrlaysiz? Insonni vazbin, hazilni ko'taradigan. Men juda ham hazilkashman. Agar kelishib ketsam kim bilandir juda ham ko'p hazillashaman. Qitmirlik qilaman-da, yaxshi tomonlama. Vazbin, hazilni ko'taradigan, birovni g'iybat qilmaydigan, birovni muhokama qilmaydigan insonlarni yaxshi ko'raman. Keyin kuchli insonlarni juda ham yaxshi ko'raman. Kuchli, shunday nima hamma narsaga bardosh beradigan, qandaydir bir hayotiga maqsad qo'ysa, o'sha maqsadiga erishmaguncha harakat qiladigan insonlarni yaxshi ko'raman. Mana bizda ham studentlar bor, meni o'zimning ham studentlarim bor, ayollar bor. Masalan, kursimizga kirib o'qishadi, nima qilishadi, kuzataman shu ayollarni. Qaysi biri oxirigacha yetkazadi o'shani. Qaysi biri oxirigacha yetkazsa, keyin men o'shanga aytaman, sendan nima chiqadi? Bir liderlikmi, kuchli ayolmi, nimadir chiqadi senga. Chunki sen oxirigacha olib bording deyman. Nimanidir inson boshlasa, oxirigacha olib borsa o'sha narsani, o'qishmi, maqsadmi, nimadir-da, yo til o'rganishmi, nimadir qilsa, oxirigacha olib borsa, demak o'sha ayol yo erkak maqsadini biladigan, o'zini qadrini biladigan, maqsadiga erishadigan, qiyinchiliklarni ko'rib turib ham yengilmasdan, qo'rqmasdan maqsadiga erishgan ayollar, erkaklarni men hurmat qilaman. Chunki ular ulardan zo'r liderlar chiqadi. Chunki ular bilishadi, o'sha maqsadga yetkazish uchun oson emas. Yoshlarda ham shunaqa, bolalarda ham. Men bolalarni, ba'zida bolalarga motivatsiya beraman, yosh bolalar bor, motivatsiya beraman. Ba'zida qattiqqo'llik qilaman ularga. Nima uchun qattiqqo'llik qilaman? Chunki ular bilsin. Chunki bor shunaqa hayotda ustozlar, mentorlar bor. Ha, jonim, yaxshimisan? Bu deydi-da, o'zini ishini qiladi, ketaveradi. Lekin haqiqiy kuyunadigan ustozlar, motivatorlar bor, mentorlar, bular sizni aytadi, kamchiligingizni aytadi. Yo, mana bunday emas, mana bunday qattiq turadi. Bunday qilishing kerak deydi. Siz o'sha insonday bo'lishni yo o'sha inson qilgan ishlarni qilishni xohlasangiz, demak o'sha insonni o'zini praktikasidan olib sizga motivatsiya beradi, sizga dars beradi. Ana shuni oxirigacha olib borsangiz, demak siz ham o'sha insonga aylanib qolasiz. Mana o'zim ham bir 5 ta 6 ta alohida student chiqarganman, hozir ular chet elda universitetlarda o'qib yurishibdi.
ular ham menga o'xshab qolgan. Ba'zida menga yozishadi, rahmat aytishadi. Ustoz, siz bo'lmaganingizda men shunaqa universitetlar yo shunaqa joylarda ishlamasdim deb yozishadi. Chunki men o'shanaqa qilib ularni mana shunday qattiq ushlab, ya'ni maqsadga erishish uchun men nima qilganman? Itarganman desam ham bo'ladi. Ya'ni ana shunaqa qiyinchilik bilan inson ulg'ayadi, chegara qo'yishni biladi, boshqalar bilan qanday gapirishni biladi. Meni ham xarakterim nima emasman, ya'ni farishta emasman. Hammada ham bor. Ba'zi joylar o'rtoqlarim bilan kulib gaplashaman, ha deyman, u deyman, sirsan, asalsan, shakarsan, jonimsan, u deyman, lekin baribir o'zimda fikrim bor. U mumkin ba'zida aytaman-ku, hammamiz bir xilmiz. Ba'zilar meni bunday deb bilishadi, ba'zilar unday deb bilishadi. Menga farqi nima? Qanday deb bilishsa, meni yaratgan bilsa bo'ldi-da. To'g'rimi? Shunaqa gap. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha meni ham videolarimga like bosingizlar. Faqat anaqa kulguli nimalarga komment yozingizlar. Bunday chiroyli komment yozingizlar. Boshqalar bilan ulashingizlar. Boshqalar ham ko'rib bir motivatsiya olsin. Faqat o'zlaringiz ko'rmaysizlar. Yaxshi dam olingizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha keyingi nimamiz esimdan chiqmasin. Diplomatcha gapirish haqida sizlarga aytaman. Qanday diplomat, ya'ni diplomatik gapirish. Shunaqa. Yakshanba kunlaringiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Shokoladlar, asallar, navotlar. Ko'zlaringizga qarab yuringizlar, og'izlaringizga qarab gapiringizlar.